Onam meni pazanda qilib tuqqanlar. Rohatini siz ko'ryapsiz, oyijon, mazzami? Deyishimni bilaman, 15 yillik qaynonam hech hali rohatingizni ko'rganim yo'q. Katta qop-qoradan bitta pishirib bersangiz, keyin gaplashamiz deb qoldilar. Idishga tuxum, shakar, qatiq, yog'ni solib yaxshilab mikserlab oldim. Yaxshilab aralashgan massaga un, kakao, razriketel solib yana ko'pgina mikserlab, shunaqa suyuqqina xamir qilib oldim. Xamirlarni teng 3 ga bo'lib, har bittasini 180 gradusda 20 minutdan pompillatib pishirib oldim. Pishib chiqqan ko'rishlarni hammasini chetini shunaqa kesib olib, muzdekkina qaymoqli morojniy krem qilib oldim. Qaymoqga molakoni qo'shib furillatib mikser qilib olsak, krem tayyor. Endi bu yog'i krem ko'rsh. Orasini propitka qilish esingizdan chiqmas. Chetidan chiqqanlarni uvoq qilib ustiga sepib, shokoladni eritib ustiga vizillatib quyib yuborsanglar, katta qop-qora tayyor bo'ladi. Bu pishiruvning nomini Oyijon qo'yganlar. Sizlar nima deb ataysizlar? O'ylab komment yozguninglar. Choshxonamdagi dog' bo'lib ketgan sochuvni Bavi super очиститель yordamida qaynoq suvga yuvitib, mazza qilib tozalab oldim. Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavini Uzum market yoki Korzinka do'konlaridan tezgina xarid qilib olinglar.